Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda ko'pchilik savol beradigan qiz yoki o'g'il farzand bo'lishi bu ayol kishiga bog'liqmi? Yo'q, qiz yoki o'g'il farzand bo'lishi bu erkak kishi bilan bog'liq bo'ladi. Ba'zi bir erkak kishilarimiz qiz farzand ko'radigan bo'lsa, ayol kishini ayblash holatlari yuzaga keladi. Bugungi mavzuyimizda qiz yoki o'g'il farzand bo'lishi bu erkak kishiga bog'liqligini ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda biz ayol kishi hamda erkak kishini holatlarini ko'rib olishimiz kerak. Ya'ni ayol kishidan tuxum hujayra hosil bo'ladi. Ya'ni bu yerda erkak kishida urug' hujayra hosil bo'ladi. Tuxum hujayra bilan urug' hujayra qo'shiladigan bo'lsa, ulug'lanish, ya'ni bola hosil bo'ladi. Endi birinchi navbatda xromosomalarimizni ko'rib ketishimiz kerak. Ayolda 46 ta xromosoma, erkakda ham 46 ta xromosoma. Shu 46 taning ichida ikkitasi jinsiy xromosoma hisoblanadi. Erkakda ham xuddi shunaqa. Ayol kishida X jinsiy xromosoma hosil bo'ladi. Erkak kishida X hamda Y xromosoma hosil bo'ladi. Agar urug'lanish jarayonida ayol kishini tuxum hujayrasi bilan erkak kishini tuxum hujayrasi qo'shiladigan bo'lsa, ya'ni urug' hujayra X xromosomali bo'ladigan bo'lsa, ikkita ayol kishini bitta X xromosomasi bilan erkak kishini bitta X xromosomasi qo'shilganda ikkita X xromosoma hosil bo'ladi. Bu ikkita X xromosoma bu qiz farzand hisoblanadi. Agarda ayol kishini tuxum hujayrasi bilan erkak kishini spermatozoid X xromosomali urug' qo'shiladigan bo'lsa, Y xromosoma hosil bo'ladi. Bu o'g'il degan. Buni genetik jihatdan ham isbotlash mumkin. Misol uchun, ayol kishida ikkita X xromosoma, erkak kishida X hamda Y xromosoma. Agar bunda ayol kishidan bitta bir xil bo'lganligi uchun bitta X xromosoma tushadi. Erkak kishida ikkita har xil bo'lgan xromosoma bo'lganligi uchun ikkita tushadi. Agar urug'lanish jarayonida bu bachadon nayida spermatozoidlar qaysi biri, ya'ni X'mi yoki Y'simi borib tuxum hujayraga qaysi biri kiradigan bo'lsa, shu holat bo'ladi. Misol uchun, X xromosoma bilan X xromosoma qo'shiladigan bo'lsa, ikkita XX bo'ladi. Bu qiz bo'ladi. Agarda ayol kishini X xromosomasi bilan erkak kishini Y xromosomasi ko'rishadigan bo'lsa, XY, ya'ni o'g'il farzand yuzaga keladi. Endi ba'zi bir holatlarda bu Y xromosoma dangasoroq hamda sekinroq bo'ladi. Tuxum hujayraga yetib borishi qiyinroq. Bilamizki, X xromosoma erkak kishilarda harakatchan bo'ladi, tez harakat qiladi hamda tuxum hujayraga birinchi bo'lib X xromosoma kiradigan bo'lsa, ya'ni bu qiz farzand. Agarda Y xromosoma tuxum hujayraga kirib urug'lanadigan bo'lsa, bu o'g'il farzand dunyoga keladi degan. Bu genetik jihatdan ham, tibbiyot jihatdan ham isbotlangan ma'lumot hisoblanadi.